Firavun alayhi la'naga bosh og'rig'i bermadi bular. Firavunda biror marta boshi ham og'rimadi, tishi ham og'rimadi. Bir yoshligida ham yugurib ketadi, qoqini bir joyga yiqilgan ham emas ekan, bir joyi singan ham emas ekan. Firavun alayhi la'na birorta dard ko'rmagan ekan. Birorta dard ko'rmagan ekan. Hatto mana bu tishlarini orasi ham siz bilan menga o'xshab ochiq bo'lmagan. Bir-biriga yopishgan bo'lgan ekan. Birorta ovqat yeyotganda tishini orasiga biror narsa kirib ketib qolsa, o'shanga qiynalib ham tishingiz orasiga bir narsa kirib qolsa, g'ashish keladi. G'ashish kelib qiynalib yurib, oxiri bitta zupacheskani topib, chiqarib olsangiz keyin rohat topasiz. Shu ham bitta gunohingizni ochib ketar ekan. Shuning uchun Alloh taolo Fir'avnning tishlarini orasini ochiq qilmadiki, qiyomatda oxiratdagi azobi yengillab qolmasin deb. Hamma azobini Xudo oxiratga olib qo'ydi. Bu dunyoda shunday rohatni berib oldi Xudo. Shuning uchun aytadilarki, ulug'larimiz bandani boshiga musibat kelsa, kasallik kelsa, qiyinchilik kelsa, dard kelsa, sinov kelsa, bu Parvardigor olamdan. Xudoning mehribonchiligi bu.